Keyingi savol. Mani 3 ta bolam bor. Kattasi 10 yoshda. Siz unga qaysi sohani tavsiya qilasiz? Mana sizni ham bolangiz 10 ga to'ladi yaqinda. Mana bunaqa narsada bu savolni men choxonada ko'pincha ulfatlarim so'rashadi. Men IT sohasida bo'lganim uchun aytishadi, men bolamni programmist qilyapman, front-endga o'rgatib, back-endga o'rgatib, nimadirlar ham qilyapman deb so'rashadi. Men so'rayman, nima qiladi keyin desam, bilmayman, просто o'rgansin deb bolasini kurslarga berishadi-da. Men bitta narsani aytmoqchimanki, что bu narsa azaldan beri bordi. Esingizda bo'lsa, oldin bolani SR paytida injener qilishga harakat qilishgan, keyin finansist yoki buxgalter qilishga, ekonomist qilishga harakat, keyin yurist, mana endi programmistlarning vaqti keldi. Ko'pincha bizani ota-onalarimiz bilmasdi-da. Просто ko'rishadi, tendensiya bor, shu tendensiyaga qilishadi. Shuning uchun har bitta avlodda juda ham ko'p ekonomist, juda ham ko'p yurist, endi hozir juda ham ko'p programmist bo'lishi mumkin. Uni bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki yetishmaydi. No, shunisi borki, hozir mana qilayotganda odam tushunishi kerak, что hard skill bor, soft skill bor. Hard skill degani bu mana til bilishi, matematika, qanaqadir fizikani bilishlar, bu hard skill. Soft skill bu kommunikatsionniy, liderskiy, komandada ishlash, soft skill. Bolada hard skill bo'lish kerak, lekin soft skillsiz katta natijalarga erisha olmaydi. Qiyin bo'ladi erishish. Misol uchun особенно hozirda искусственный intellekt paytlarida AI bo'lyapti. Mana AI boshlandi. AI hozir mana AI deb hozir ko'p katta kompaniyalar qanaqadir ham anaqa boshlang'ich urovendagi odamlarni ishdan bo'shatishi mumkin, dizaynerlarni. AI nimaligini tushuntirib beraylik. Искусственный intellekt, sun'iy intellekt deyiladi. Bunda sun'iy intellekt, ChatGPT, menimcha ko'plar bilsa kerak уже. Hozir katta kompaniyalar shunaqa texnologiyalarni ishlatishyapti-da, bir xil odamlarni, bir xil xodimlarni bo'shatishyapti ishdan. Programmistlikda, misol uchun, hozir junior urovenda, ya'ni boshlang'ich urovenda AI, даже pastroq bo'lsa kerak, no 3-4-5 yil ichida menimcha tez rivojlanib ketadi. Hozir misol uchun o'qiyotgan programmistlar ishsiz qolib ketishi mumkin-da. Shuning uchun men aytishim mumkin, misol uchun bizani o'g'limiz bor, 9 yosh. Uni biz bilamiz, u programmist bo'la olmasa kerak menimcha. Uni matematikasi zo'r. Matematikasi zo'r, no anaqa usitchiv emas, o'tirmaydi, o'tirib anaqa qila olmaydi. Shuning uchun men uni ko'proq soft skilllarni harakat qilaman. Misol uchun o'rgataman haligi bolalar biz nimadir ham tez anaqa qiladi-ku, o'zini gap qaytarish emas, haligi o'zini xohishini ko'rsatadi. Misol uchun aytadi, biz bolalar 9 da uxlaydi, agar 9 da uxlatsa, uxlagim kelmayapti desa, aytaman unga argument ber uxlamasligiga deyman. Agar o'sha argument bera olsa, misol uchun aytadi, "Adajon, ertaga shanba kuni, ertaga siz voqli turishingiz shart emas, siz bemalol uxlayvering, meni turg'izmaysiz. Men hozir 1 soat kechroq uxlayman-da, lekin ertaga misol uchun bilmadim, pollarni beraman yoki nimadir ham deb argumentirovat qilsa, men aytaman, "Bo'pti, давай, без проблем." Ya'ni men bilan argument anaqa asosida katta odamga o'xshab gaplashishni xohlayman. Ko'proq даже biznes emas, anaqalarni o'rgataman unga, odamlar bilan gaplashishda nimaga qarashlarni o'rgataman. Продажа, да. Biz bitta narsani aytishimiz kerak. Menimcha, как бы bolalarni anaqa qilishda, tarbiya qilishda biz unaqa katta opitimiz yo'q, malakamiz yo'q. Bolalarimiz hali kichkina. Lekin misol uchun biz shuni bilamizki, agar ota-ona baribir ham bizning bolalarimiz haligi ozgina anaqaroqda, sho'xroq. Sho'x bolalarni qo'rqitib qo'yish xohlamaymiz-da, sho'xroq bo'laversin, lekin biz aytamizki, nimadir ham deb aytsa, misol ugrajat qilsa, aytsa, misol uchun, "Men bunaqa qilamiz, men bunaqa qilsang", desa, A qilsang, B qilamiz desa, o'sha B ni har doim amalga oshirishinglar kerak. Misol uchun bizda o'sha hikoya bo'lgan, anaqa Amir 7 yoshligida 1-sinfga chiqqan edi. Maktabga bormayman degan. Esingda bormi? Maktabga bormayman deb har kuni anaqa qilardi. Gapirardi. Yomon o'qishni boshlab sabotirovat qilardi. Maktabga bormayman. Maktabga bormayman derdi-da. O'shanda biz o'shanda, kстати, borgin demaganmiz. Biz aytganmizki, mayli, agar o'qiging kelmasa, bemalol o'qimasang bo'ladi. Lekin bilishing kerak, bizning oilamizda sen уже yoshing yetib qoldi. Agar o'qimasang, bo'lmasam ishlashingga to'g'ri keladi deganmiz. Biz aytganmizki, agar любой payt o'qimasing mumkin,
agar o'qimayman desang faqatgina ishlashing kerak deganmiz. ishga chiqishing kerak O'zing tanla deganmiz. Lekin u qishida o'sha qishida vaqtda yarim metrmi 1 metr qor edi. Moskvada -30 edi. Biza aytgan 7 yoshli bola aytgan, bo'ldi men bormayman, men ishlayman, ish topib beringman degan. Biz oldindan aytganmiz, sani anaqa maktab attestating yo'q, universitetda anaqang yo'q, faqatgina sotuvchi bo'lib ishlay olasan deganmiz yoki anaqa ish kuchi bo'lib ishlashing kerak, katta pul topmaysan deganmiz. U aytgan, anaqa qilib giroylik qilgan, yo'q, конечно, bemalol qilinglar. Biza o'sha aytgan A bo'lsa B qilamiz deb direktorga telefon qilib aytganmiz. 3-4 kun kelmaydi bolamiz deganmiz. Biza posyolokda turamiz-da. Posyolokda qorlarni kuriydigan anaqalar bor, ishchilar bor-da. Yaxshi bolalar, o'shalar bilan kelishganman, qo'liga bir ikki so'm pul beruvdim-da, aytganman. O'g'limni ertalab ishga olib ketasan deganman. Kechasi aytganmiz bir kun oldin Amirga soat 7 deyapmiz. 6 da chaqirgan. -30, -20 edi. Ertalab 6 da ular qorni kurishardi, chunki odamlar ertalab mashina chiqib ketish uchun o'sha top-toza bo'lishi kerak-da. Traktorda birinchi tozalashadi, keyin anaqa bilan lopatalar bilan qilishardi. Amir o'sha 6 da chaqirgan, 6 mi o'sha. Men ertalab voqeli Amirni uyg'otganman, ovqatlantirganman, 6 da o'sha kelib olib ketishgan. Keyin soat 10da 9larda 9:10da qaytib kelgan. Biza choy ichib o'tirganmiz. Biza o'zimizga ishlaganimiz uchun kechroq ketishimiz mumkin edi. Kelgan aytgan, men hozir tualetga kelyapman deganda, kirganda aytgan, voy oyijon, adajon, nima hali ham o'tiribsizlar? Men bu yerda o'sha ertalab 6dan beri ishlayapman degan. Biz aytganmiz, mana qara, sen universitet anaqa diploming yo'q, o'qimagansan, hech narsani bilmaysan, o'shaning uchun shunaqa ishlashing kerak deganmiz. U keyin to'yib kirganda keyin zvonok bo'lgan uyga. Keyin bundoq qarab esingdan olib aytgan, kollegam. Bu kim desa, bu meni kollegam degan. O'sha kattani anaqa 30 yoshli bitta bola bor edi, o'shanga aytgan. Olib ketishgan. Keyin u где-то 11-12 ishlagan. Bizda chat bor-da, o'sha posyolok chati bor. Anaqalar yozishyapti, yarim metrli bola nima qilyapti, qorni ko'radi deb yozishgan edi. Keyin bir kun ishlab qaytib kelgandan keyin bilmadim 200 rublmi deb berganmiz. Oyligi, например, bunaqa tam ishchilardan 1000 rubl yo 1500 rubl ishlasa, bu ishga Amir 100 mi 200 rubl olganda, 10 barobar почти 10-15 barobar kam olgan. Nimaga bunaqa kam olganman deb so'raganmiz edi. Biz aytganmiz, "Qani o'piting yo'q, bitta sinfni ham bitirmagansan, birinchi sinfni ham bitirmading, tashlab yubording maktabni. Kuchinam yo'q aka, kichkina bolasan unaqa degansiz." Butun kun ham ishlamading, chunki tam 10 bolalar bir soat 4-5 kishi ishlasa, bu soat 12 charchab qolgan o'sha. Keyin o'sha ertasiga bo'ldi, ketaman degan. Biz qilganimizdan keyin posyolokda boshqa ota-onalar ham shunaqa qilgan. 4-5 bola yana bu shkoladan o'tib chiqqan. Hammaga yoqqandi.